Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugungi ish jarayonlarimizni tugatdik. Ikkita Toshkentdan kelgan labo, bitta Marg'ilondan kelgan labo qildik. Videoda oxiriga to'g'ri ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. Oxirida 1-2 lik lisimizga aksiya ketyapti. Uni oxirida sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa aksiyada narximiz anchagina farq qiladi. 400 ming so'm arzon qo'yiladi, 400 ming so'm. Endi bu Toshkentdan kelgan labolarimizga xudo xolasa ikkoviga ham bir xilda list qilib berdik. Pollari 1,5, chekalari 1,4. Undan tashqari dugan qo'yib berganmiz. O'zini dugasini olib borib, mana o'zimizni dugalarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Birizgavilarni bonus sifatida qo'yib berganmiz. Sondiqlarimiz ham alohida bor. Sotuvda ham kelib bir yo'l qo'yib bersanglar ham bo'ladi. Sondiqlarimizga ham bitta ahamiyat qilib bersizlar. Mana akkumulyatorda polni to'sadi. Bu yonidan ham to'sib turadi. Umuman ko'rinmaydi. Dugalari bularni ham bonus sifatida qo'yib beramiz. Narx-navosi ko'pchilik qiziq bo'ladi. Labodi bortiga tunaka qoplash 1,2 mingdan boshlab 2,6 mingga doğru bor. Tunakani qalin yupqaligiga qarab 20 xildan ortiq turi bor xudo xolasa. Bu akamiz ham bu ham Toshkentdan kelgan eko bitta labo xudo xolasa. Bunga ham xuddi shu yo'nalishda bir xilda qilib qo'yib berganmiz. Bu 3-laboyimiz. 3-laboyimizda xudo xolasa bu Marg'ilondan kelgan akamiz. Bu akaga undan ham qarorroq variantini qo'yganmiz. Pollari 1,8, yonlari 1,4 qilib berganmiz. Bu akamizga duga qo'ymadik va qo'shimcha bu akamizga sondiq qo'yib berganmiz. Mabodo sizlarga bitta endi reklamani ichida reklama. Akamizga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Me'mor, ijara, lesa, pesa shunga o'xshagan narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqsanglar, akamiz Marg'ilon, Farg'ona vodiysi bo'ylab yetkazib beraverar ekan. Dastavkalarni ham ichida qilib berasizmi aka? Dastavkalarni ham ichida qilib zo'r qilib berar ekan. Endiki, ya'ni o'zimiz ishga o'tkazadigan bo'lsak, 1-2 lik lisimizga aksiya ketyapti dedik. 400 ming so'm xudo xolasa narxidan arzon. Mana bu 1-2 lik lisimiz. 1-2 lik lis o'zi holati mana shunaqa holatda bo'ladi. Labolarda ko'rdinglar. Bu zavodskiy mana shunaqa holatda, shunaqa lisimizda shunaqa dog' chiqib qoldi. Bu zang pang emas. Shunchaki listi o'zini qandaydir yog'idimi, suvmi buni orasiga kirib qolib, shu mana shunaqa dog' bo'lib o'rnab qolgan. Bu 2 million qo'yganmiz bu lisimizni. 2 million. 1-2 lik ponni bortlari yu poliga hamma yo'g'iga 2 million qo'yganmiz. Hozirda aksiya qilib shashilinglar. Taxminan bir 100 ta laboligimiz bor. 1,6 ming so'mdan xudo xolasa kelsanglar chiroyli qilib qo'yib beramiz. 0,9 birlikni narxida bo'lyapti bu narsa. O'ta ham xudo xolasa arzon. Ulgurib olinglar, agar sizlarga arzonroq bo'laveradi menga ko'mir va sement toshiyman deydigan odamga, masalan, qoraroq ishlarga yuradigan odamga bu lis bemalol xizmat qilaveradi. Qalinligi qalin xudo xolasa. Kelasiz, ko'rasiz, yoqtirsiz, buni qildirasiz. Yoqtirmasiz, chiroyli lislarimiz ham bor, ashlardan qilaverasizlar. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni ham esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa imkon qadar tarqatinglar. Boshimizda hozir do'ppimiz yo'q, sovuq, shapka kiyib olganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastki nomerga aloqaga chiqasiz.